Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Bugun navbatdagi ishimiz inglizda Beksatam xonadonlardan bo'ldi. Bu xonadonimizda New Class usulda oshxona mebel ishlab berganmiz. Mebelimizga ko'rib turganingizdek, zeleniy, ko'k bilan oq ranglar kombinatsiya qilib berdik va mebelimizda tillar uchkalardan foydalanganmiz. Mebelimiz bu tarafida duxovka uchun penal tashag'amiz, pastida gaz ballonlari turadi. Bu tarafimizda moyka qo'yib berdik. Mebelimizni past chekkasini ham shu yerda sensorlarni qo'yib berganmiz. Qabon tarafimizda gaz plitani qo'yib berdik va telanni organizerlar bilan foydalanamiz. Mebelimizda sushilkalar bilan ham jihozlaganmiz. Mebelimizda zo'r e'lonlardan biri sho'rimizda chiroyli qilib bar yasab berdik. Bu tarafda mexli zona qo'ysalar, bu yerdan bardan ovqatlarni qo'yib, bemalol bu tarafga qatnasa oladi. Pastlardan yo'rttirib, chiroyli qilib to'rakatib, sho'larni avvalgi qilib berganmiz. Mebelimizda shunday oynalardan foydalanganmiz. Har doimgidek ichlarni pastga qo'ysak, chiroyli posuvadan qo'ysalar xushro'y bo'lib ko'rinib turadi. Mebelimizda dizayndan bir alohida e'tibor berasizlar. Mebelimizni dum mehr bilan ishlaganmiz. Kim shunday mebel xizmatlariga kerak bo'lsa, bemalol o'zlaringiz murojaat qilasizlar. Videoni yakunlariga tashakkur qo'yinglar. Hamma shunday chiroyli uylarda chiroyli mebel sotish nasib etsin.